Biz hozir mana shu ko'prikdan o'tamiz, o'rtoqlar. Oyoqga mana bunaqa maxsus kapchkalar kiyib olish kerak ekan, bu sirpanib ketmasligi uchun. Bismillahni aytib sekin boshlaymiz. Men o'zi balandlikdan qo'rqaman, ochig'ini aytishim kerak. Davay. Siz ko'rib turgan yer yuzidan 300 metr balandlikda bu ko'prik. Pastga qaramaslik kerak ekan-da, o'rtoqlar. Kimlardir mana bunaqa yugurib yuribdi borku. Men faqat qirg'oqdan yuryapman. O'rtasidan yurishga to'g'risi yurak betlamayapti. Xuddi sinib ketadigandek men chiqsam. Mana bu manzarani qaranglar. Vau! Ko'rib ko'zing to'ymaydi borku. Subhanalloh. Pastda mana shunaqa sharshara bor ekan, o'rtoqlar. Vau! Ko'prik haqida qisqa ma'lumot, o'rtoqlar. Uzunligi 430 metr ekan. Balandlik 300 metr, ya'ni yerdan 300 metr balandlikda. Eni 6 metr. 2016-yilda qurilib foydalanishga topshirilgan ekan. Bu haqiqiy ekstremal kun bo'lyapti, o'rtoqlar. Buni belimizga bo'ylab olamiz. Hozirga tushadiganimiz attraksionda kerak bo'ladi. Oyoq bilan sekinlashtirsangiz bo'ladi va qo'l bilan ham. Ana shu ko'prikdan tushdik biz.